Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan master klasslarda pulga o'rgatiladigan fistashkoviy rulet tayyorlaymiz. Tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Bizga oqi kerak bo'ladi. Tuxumni oqini sarig'idan ajratayotganda e'tiborli bo'ling. Tuxumning sarig'i idishga bir tomchi ham tushmasligi kerak va idish ho'l bo'lmasligi kerak. Shakarni oz-ozdan qo'shib mikserning eng ko'p tezligi bilan ko'pirtiramiz. Meringa shunaqa qattiq va quyuq holatga kelganda va tovoqni to'ntarganingizda oqib ketmasa tayyor bo'lgan bo'ladi. Fistashka unini uy sharoitida o'zingiz tayyorlasangiz bo'ladi. Fistashkani izmelchiy tilda mayda bo'lgunicha ezsangiz bas, fistashka uni tayyor. Pergament qog'ozi solingan listga fistashkoviy ruletni solamiz. Ustini lopatka bilan tekislab olamiz. Qizib turgan duxovkada 140 gradusda 30 minut pishirib olamiz. Kremini tvorojniy sir va slivkidan tayyorlaymiz. Kremning retseptini videoning ustidagi opisiyaga yozib qoldiraman. Videoda ko'rsatilganday qilib ruletning ustiga kremni surib, tekislab olamiz. Xohishingizga ko'ra muzlatilgan malina qo'shsangiz bo'ladi. Pergament qog'ozi yordamida ruletni zich qilib o'rab olamiz. Ustini videoda ko'rsatilganday qilib bezasangiz bo'ladi. Juda ham mazali va og'izda eriydigan fistashkali rulet tayyor. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.